qum chechib marvoyit olmoq. Men mushu bir tomonti bilan bir küçükni aldab ekleyleymen. Ammo ishtmontini yeviti demasmi? Emsi çalma atay, o çağda qandaq iş yüz berdi ekan. Qalaymaqan çalma alsang, soqchi keladi shu. Undaq bo'lmas, bir idiom bo'ladigan. Yiliqi nimiti? Idiom? Sen neyliqi qum chechib marvoyit olmoq deganni damsan? To'g'ri, dal shu. Adabiyot o'qituvchimiz mushu idiomni doim eg'izidan tushirmaydi. Ammo amaliyotda qum chechib marvoyit og'ilib bo'lmaydi-da. Rivoyat qilinishicha, Tang sulolasi davrida Changjang ismli bir shoir o'tgan ekan. U Javgu ismli bir shoirning Suzhoudagi Lingyan ibodatxonasiga bormoqchi bo'lganligini anglab, uni nazmi yezib berishga taklif qilmoqchi bo'lib, butxona temiga 2 misra nazmi yezib qo'yibdi. Javgu uning nazmisini ko'rib, ulapla 2 misra nazmi yezibdi. Uning nazmisi Changjangning nazmisidanmi fasohatli chiqibdi. Mening mundaqli yezib qo'ygan 2 misra nazmamning to'limi fasohatli. Ham mukammal bir asarning putib chiqishiga sabab bo'lishini faqat o'ylamabdi ekanman. Xuddi bir arzimas chalma bilan bebaho guharga erishgandek ish bo'ldi. Rostili qaltis bo'ldi. Undaqda bu chalma yemchikka o'xshaydi ekan. Men bu yemchikni avval tetib beqib, ondan qarmoqqa ilinaman emasmi? Qum chechib, guhar olmoq degan bu idiom mushuningdan kelgan ekan. Garchi bu hikoya oddiy bo'lsa-mu, lekin tezla hamma yoq torlib, Sunzining harbiy ishlar dasturidagi 36 tadbirning ichidagi biri qilib bekitildi. Miladi 700-yili Chu bayligi Jiao bayligiga jang e'lon qildi. Jiao bayligi o'zining Chu bayligiga tankilanmaydiganligini bilib, shahar qovuqini taqab bekinyapti. Anglasam Jiao bayligi qovuqni taqab bekinibog'ili bir qancha oy bo'pti. Halig'ili o'tinimi qammabdi. Biz ajiz, meyib odamlarimizdan bir nechini o'tinchi sifatida Jiao bayligiga avataylik. Ular taqqa o'tin keskili chiqqanda Jiao bayligidagilar chuqum ularni bulaydi. Andен biz beliqni qamoqqa ilindiramiz. Taqqa tunji qatim chiqiblar nurg'a o'tini bo'lib oldik, a? Bu o'tinlar faqat bir yemchik xolos. Bu orqali qarshi tarafning diqqatini burab, hushyorligini bo'shashtiramiz. Qandaq danam ekanmiz. Keyin yana taqqa o'tin bo'lg'il chiqib, o'ylamagan yerdan Chu bagligini odamlarga tutilib qoldik. Natijada Chu bagligi Jiao bagligimizning kulini ko'k so'rvatdi. Hiç tushunamadim. Qum bilan qosh tishidan sodiq qaysimiz muhim? Qani deb baqa. Albatta men azaldan qimmatli guhar hisoblanaman. Sen faqat qo'shimcha rolni o'ynaysan. Hal qilg'uch rolni bo'lsa, mana men o'ynayman. Nimaga ko'ranglaysan? Agar men bo'lmasam, sen guharga aylana olamding. Bo'ldi, talashmanglar. Har ishkilanglar o'xshashli muhim. Qumning hech qanday qimmati yo'q deyishga bo'lmaydi. Real turmushimizda biz e'tibor qilmaydigan, keraksiz deb qaragan nurg'un narsalar hamisha qimmatli narsalarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Qum chechib, guhar olmoq degan bu idiom yuqorqidek real hodisalarga misol qilingan.